Assalamu alaykum hörmətli qərindaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2025 yıl 2 ayının 2 günü yakshanba günü keçdi. Ben bu yılın 5-deki tunji leksiyada 2024 yıldaki Amerikanın iqtisadi ahvalı to'g'risida xulosa xarakterli gap qilib, andan keyin 2025 yıldaki Amerikanın iqtisodiga nisbatan nazara tashlagan vaqtda Donald J. Trump taxtga chiqqandan keyin 1-ayning 20 kuni taxtga chiqqandan keyin uning yurgizgan siyosatiga qarab turib, andan bir nima deymiz degandim. Bu kanal iqtisadi kanal. Yani iqtisodga oid xabarlarni, mazmunlarni, bilimlarni taqdigan xabarlarni yetkazadigan yoki ma'lum mulohazalarni qo'shadigan. Mening turayotgan yerim Amerika davlati bo'lganligi uchun asosan Amerikaning iqtisodini cho'rtab turib gap qilaman. Bir necha yildan buyon mening bu leksiyalarimni anglagan qarindoshlar uqdi. Mening bilishimcha bu kanalni dunyoning har qaysi yerlarida, bo'pmi, Osiyoda, O'rta Osiyoda, Yevropada, Kanada, Amerikada qarindoshlar anglaydi ekan. Bularning ichida kripto bozoriga mablag' sag'alimi bor. Mana shu kripto bozoriga mablag' sag'alini shipirliq bo'lgan mablag' sag'allar tunugundan buyon cho'qim diqqat bilan qarab o'tadi. Kripto bozorida cho'kish bor. Ya'ni necha yuz milliard dollar pul 2 kunning ichida chiqib ketdi. Şuna kişiler o'ylashi mumkin bunun sebebi nima deb. Xo'sh, hamda Donald J. Trump mı 47-navbatlik prezident bo'lib, ya'ni 2-qatim saylandi. O'tgan oldingi qatimqi bir leksiyamning oxirida men deganimdek, bu kishi ba'zi siyosatda kutilmagan holatlarni barliq keltirish mumkin degan. Taxtda o'ltiriblam shu yurgizgan siyosatlari, mushkapning ichida yurgizgan siyosatlari xalqaro, davlat ichida har xil fikr, munozara, norozilik, qo'llash degandek o'xshamagan reaksiyalarni, ya'ni inkaslarni paydo qilyotdi. Xalqaro siyosiy yo'llardan olib, tatib davlat ichidagi siyosiy mulohaza qiluvchilar, panditlargacha, ya'ni ommagacha ham. Bu kishining hozir shu shikapning ichida qilayotgan ishlari saylan mazgili degan gaplarning paydin-pay birdan-bir amalga oshiryotgan. Degani ayni vaqtda men qonunsiz ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarman degan harakatni o'tirib qo'ydi. Markaziy hukumatdagi byurokratlikni tugdiman degan, mana Elon Muskni akilib dog deydigan bir kabinet saviyasidagi bir o'rinda ta'sis qildi, uni mas'ul qildi. Ya'ni Department of Government Efficiency degan hukumatning xizmat unumdorligini oshirishni nazorat qiladigan bir o'rin. Bularning qo'li xil uzrayotdi. Undan sirt boshqa ishlarni qilyotdi. Bunun 2021 yılı 1-ayning 6-kunidagi Amerikaning poytaxtida voqea chiqarganlarni kechirim qilish qatorliq ishlari ba'zi bir inkaslarni, noroziliklarni keltirib chiqaryapti. U boshqa bir siyosiy masala. Ammo iqtisodiy nuqtadan aytgan vaqtda bu odam degan, men barliq davlatlardan Amerikaga kiradigan, boshqa davlatlardan kiradigan mollarga boj qo'yman degan. Xitoydan keladigan molga 60% boj qo'yma degan yana. Birinchi qatim prezident bo'lgan vaqtda Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi savdo urushining portlashiga pilsiga o't yoqqan adam Donald J. Trump. Shu vaqtda mollarga Xitoyga birinchi qatim vaziyatga o'tgan vaqtda Xitoyning mollariga boj qo'ygan vaqtda Xitoy tarafining inkos qaytirib Amerikaning mollariga boj qo'ygan. Shundan Donald Trump sen qo'yding, yana qo'yma deb yana qo'ygan. Shundan Xitoy Amerikadan import qiladigan mollarga qo'yadigan boj, ya'ni qaysi mollarga boj qo'yishni bilmay qoldi. Sabab chunki Xitoy Amerikaga qaraganda Amerikaga 4 mol satsa, Amerikadan birini oladi degan gap. Hala Joe Biden Trumpning Xitoyga shu vaqtda qo'ygan mollarga qo'yilgan bojda jiq tamojna bejda yoki import Xitoyning meni qo'ydigan bojda jiq tuvantish qilmadi. Texnik jihatdan nurg'un Xitoyning texniklarini, Xitoyning texnik shirkatlari, Amerikaniki texnik shirkatlardan ba'zi bir uskunalar yoki texnikalarni, yumshoq detallarni oladigan ishlar borkan, bularga nisbatan texnikani o'tkazib bermaymiz deb cheklim qo'ydi. Ya'ni
Joe Biden'ның Xitoy bilan bo'lgan tashqi Amerika bilan Joe Biden vaqtida Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi tashqi savdo siyosatida Trump bo'lmagan Trump siyosatini qo'llagan. Endi Trump qo'pib saylov mezgilida men yana 60% shuni ustiga 60% baj qo'ymayman degan. Shuni bilan birlikda Meksika bilan Kanadaning kirgan mallarga 25% baj qo'yma degan. Boshqa davlatlardan, Yevropadagi ittifoqdoshlardan kelgan mallarga 10% baj qo'ymayman degan. Hozir mana to'nogini e'lon qildi Donald J. Trump prezidentning buyrug'ini chiqarib qonunda belgilangan huquqni ishlatib Meksika bilan Kanada, ya'ni Shimoliy Amerikadagi buning Amerikaning eng yaqin qo'shnilari. Bu davlatlardan 30 yil burun ularning o'tirishilgan Shimoliy Amerika erkin savdo North America Foreign Trade Agreement tashqi savdo nemisi var, kelishimnomasi var. Bu kelishimnomdan bu adam norozi. Chunki bu ikki davlatga sotilgan meli Amerikaning bu davlatlardan sotilgan melidan az, ya'ni savdoda men sizlarga azmal satdim, sizlar bizga jiq setyaptinglar. Sizlar bizdan jiq qilishinglar kerak, tangporak bo'laylik demoqchi. Birisi u. Ya'ni asosli ko'rsatayotgan maqsad nima desa, fentanyl, zaharlik, chekimlikninki xam eşyaları Xitoydan bu yerlarga keldi ekan. Bu davlatlardan Amerikaning chegarasiga chiqib kelgan. Andan keyin qonunsiz ko'chmanlarmi bu davlatlardan kirib ketdi. Bu davlatlar ching tutmadi o'zining chegaralarini. Zaharlik, chekimlik qonunsizlarninki Amerikaga ko'chib kelib natijasida Amerikaning shaharlari, cho'ng shaharlar qalayban bo'lib ketdi. Zaharlik, chekimlik o'lib ketgan odamlarning soni oshib ketdi. Uning ustiga pandemik bo'ldi, vabo bo'ldi. Anadan ta'minlash zanjirida uzilish bo'ldi. Shunga Amerikaning Osiyoga solgan ba'zi shirkatlari, mablag' solgan shirkatlari Amerikaga yaqin yerda Meksikaga tarafga keldi. Sabab nima desa, emgak yazan orliq qisqa. Shunday bo'lishiga qaramay, Xitoyning mallariga bu tamoshni bejini jiq olgandan keyin bular o'zlarining Xitoyning shirkatlari o'zlarining masalan bir mashina desak, mashinaning zapchastlarini Vyetnamga olib yoki Meksikaga olib, andan keyin Meksikada qurashtirib, zapchastlarni sotib qurashtirib, uni Meksikaning qilib Amerikaga sotayotganga buni Trump ya'ni Latin Amerikasiga Xitoyning iqtisodiy qo'li bak kirib ketdi. Buni to'sash kerak deb ma'nimi maqsad qilayotgan gap. Xo'sh, bu odam saylov mazgili shu gapni degan, ammo 2-oyning 1-kuni dediki 2-oyning 4-kundan boshlab kuchga ega bo'ladigan tashqi savdo siyosati shuki, Kanada bilan Meksikadan kelgan mallarning hammasiga 20% baj olma, ammo Kanadadan kiradigan energiyaga munosabatli ham neftga 10% baj olaman dedi. Neft sanoatininki qani Xitoydan keladigan malning hammasiga yana 10% baj olaman dedi. Bunga nisbatan bugun Justin Trudeau, Kanadaning başbakanı itiraz bildirib, endi bu bir davlatning boshlig'i bo'lgandan keyin Amerikadan Kanadaga eksport qilingan 100 milliard dollar qimmatidagi tovarlarga, mahsulotlarga 25% baj olaman dedi. Yana bu tit for tat deb qo'ydi inglizchada, bizning tilimizda unda qazangan bunda cho'mmoq degan. Sen uni qilsam men buni qilmayman degan gap. Sen birini salsam ben birini salmayman degan gap. Endi bu Amerikadan bardigan shu may sharobdan tortib pamdurg'icha ashuna nurg'un narsalarga bajarilmas deb qildi. Bularning hammasi bu mahsulotlarning chiqadigan yeri Trumpni qo'llagan qizil shtatlar deb qo'yamiz. Cumhuriyetchilar Aston o'g'lini egallagan Trumpning saylosi billat tashlagan shtatlar. Mush mahsulotlar ko'proq chiqadigan yer dedi. Shu yerlarning iqtisodiga ta'sir yetkazmoqchi Justinlarning Kanadaning da'vat qilgan. Endi Mao Meksikaninki ayol prezidenti Claudia Sheinbaum shunaqa bu ayolmi dushanba kuni atganlikka inkas qaytarmoqchi. Ya'ni ularmi bizmi Amerikaning mallarga Amerikadan biz setib olgan mallarga tamoyilni bechib qo'ymaymiz da'vat qildi. Amerikaga Meksikadan Amerikaliklar Amerikaga kiradigan butun ko'ktat o't yoshlarninki
64% Meksikadan kirgan. Anandan keyin meva chevalarning 46% Meksikadan kirgan. Bunda bo'lsa, bularningki 25% ishib ketsa, nima bo'ladi deganda baho o'rnab ketadi. Baho o'rnab ketgan nima bo'ldi? Kim to'laydi buni? O kök ya da ko'ktat o't yosh meva cheva degan elastikliqi tuvan bo'lgan tovarlar. Odatda baj tamojna beji oshgan vaqtda elastikliqi tuvan bo'lgan tovarlarning bahosida o'sish bo'ladi. Baj oshgan vaqtda uni to'laydigini kim to'laydi desa, iste'molchilar to'laydi. Bu iste'molchilar to'laydi degan gap, iste'molchilarning qo'lidagi dollarning setvilish kuchi tuvan bo'ladi degan gap. Ya'ni bu pul pahaligi degan gap. Bu yerda elastikliqi tuvan tovarlar deymiz, yemek içmek, turmuşqa zarur bo'lgan tovarlarni elastikliqi tuvan tovarlar deymiz. Ya'ni kundalik iste'molda zarur bo'lgan. Bu deganlik bahoda jiqroq o'zgarish bo'lsa-mu, ammo talabda o'zgarish bo'lmaydi. Bahoni jiq o'stirib odamlar talabini bak qisib ketmaydi bu tovarlarga bo'lgan. Bizning iqtisod prinsiplarida shuni so'zlaymiz. Yani klassik dars kitoblarda. Elastikliqi tuvan bo'lgan tovarlarning varlığa nisbeten sırtın kirgen tamojna beji o'ssa, onunki şu aşkan bahani, çaplangan bahani iste'molchilar to'laydi. Endi mana mushu ishlar hozir Amerikaning iqtisodiga nisbatan bozor ichilmadi, ati ichildi. Payjiga bozorda ati o'gindan işte seshanba kuni nima qo'yildi? Seshanba kuni rasmiy kuchga ega bo'ladi bu paychiga. Bozorda cho'ng tavrinish paydo qildi. Eng büyük ehtimollar bilan nima bo'ldi desa, asosan mushu tashqi savdo munosabatlari shirkatlarningki paylari tushishi bo'ldi. Ba'zilar ati bozor ichilishlar setish mumkin. Nurg'un odamlar. Bu xuddi herd mentality deb qo'yamiz. Padishlarningki royalty deymiz. Ya'ni ma'lum bir yerga qo'ylar shundoq mansa boshqalarni boshqalarni ergishmaydigan deganga o'xshash. Birovlar sotqil tushgandeklar hamma sotqil turdi. Bu bozorda dip yani tuvan nuqtani paydo qilish mumkin. Ati o'ginning ichida. Bular men seshanba kunlari. Ham shuna chaqda azroq qo'lda pullar ba'zi paylarni ap qo'ysa bo'ladi. Ba'zi paylarni ap qo'ysa bo'ladi deb qarayman men shaxsan men. Ap qo'yman deb o'ylayman. Ammo aldirab setib qolganlar ba'zilari ma'lum payni olgan bo'lishi mumkin, tuvanda olgan bo'lsa, ular shukr qilib azroq payda shukr qilib setib olishi mumkin, ammo yuqorib qo'yib, aldirab setib qolganlar, Trump coin'ni 75 dollarni elib qo'yganlar, hozir setvasi jiq ziyon tortadi-ku, 75% pulini yo'qotib qo'ydi degan gap. Shunga shunday bir davolg'ish paychiga bozorda cho'ng bir davolg'ish bo'ladi. Ati o'gin bo'lib, bu seshanba kuni gavlik bo'lishi mumkin. Umuman aytgan vaqtda Donald Trumpningki Meksika bilan Kanadaning mollariga boj qo'yishdagi asosliq sabab shu. Yani fentanil o'xshash zarli ichimlar kirib ketdi, tosmodon qonunsiz kirib ketdi, tosmodon shuning uchun boj oldim deydi. Yani bular ma'lum bir tadbirlarni olgan vaqtda, masalan, kelishib, bo'ldi, machigrad biz manchilik adam qo'yaylik, Crimson, ani to'sayli, bani to'sayli deb qolsa, balki buni amaldan qoldirish mumkin. Trump o'zi korxonchilikdan, tijoratdan, savdogarlikdan kelib chiqqan prezident, asli siyosiy odam emas, asli korxonchi odam, iqtisodiy ishlardan shug'ullangan odam. Hozir ham siyosiy bo'g'ilib, dunyoda cho'ng bir ta'sir paydo qiladigan bir odam bo'lish oldida turibdi. Yani Xitoyning meliga yana 10% bojlikdan sirt yana mush 3 davlatdan keladigan kuniga har bir odam $800 malni olsa, uni bojilmaydigan, tamojni tekshirib ketmaydi ekan to'q. Unimi amaldan qoldirdi degan gap. Endi Xitoylarning Temu, Shein deydigan shirkatlardan yo'llangan olanan mallari bevosita Amerikaliklarning uyiga bormaydi degan gap. Mushu ish bilan tijorat qilayotganlarningki neni kesildi degan gap. Xo'sh, endi mushu savdo urushiningki ta'sirida nima bo'ldi degan. Bu savdo urushining ta'sirida pul baholigi kelib chiqadi.
baha öрлep ketedi. İqtisatnınki işi aslaydı. İki mü degende kısa müddet üçün olur. Biz ötkende degendik. Bu yıl, ötken yılı Amerika Merkezi Bankası 9. ayda 12. ayının aralığında 3 qitim ösüm kesdi. Birinci qadımda 0,15%, keyingi qadımda 11. ayda 0,25%, 12. ayda 0,25%, 1% kesken umumisi. Bu yıl jiq осы 2 qitim kesildi, 0,25%'nin 2 qitim kesildi dep oylagan tasavvur qilgan, ammo agar mal bahası ishina o'rlab ketsa, nima bo'ladi? Mal bahası o'rlab ketsa, o'simni kesish yo'q, balki o'stirib qo'yish mumkin. Bu uy mulk bozoriga ta'sir yetkazdi. Uning ustiga Kanadadan nayt lumber deb qo'ydi, bunda qilib uy yasash qilgan yog'ochlarni bak import qildi ekan. Uy yasashning tan narxi o'rlab ketdi. Bu nimani keltirib chiqardi desa, uy bahasının yuqorilishini keltirib chiqardi. Uy aladigan odamlarning ishi biroz tas bo'ldi, uy olamiz degan odamlarning ishi tas bo'ldi degan gap. Ammo agar undan sirtqi Trump hukumat tarmoqlarida ishlaydigan milliondan ortiq xizmatchilarni sen istifa va boshqa xizmat topadi. Bunda bo'lsa bu emgak bozorida nurg'un odamlar, agar shunday bo'lib qolsa, emgak bozorida nurg'un odamlarning xizmat izlashini, xizmat kichtirib qo'yish, xizmat izlab desa, ishsizlikni Amerikada ishsizlikning ishni keltirib chiqarish mumkin. Agar ishsizlik oshsa, iqtisod chekinsa, bu nimaga qarab yo'l oldi desa, recession, iqtisodning cho'kishiga qarab menish mumkin. Bu o'chaqda kimning gapini dalillagan bo'ldi desa, o'tgan qitim degandek Harvardning iqtisodshunosi Kenneth Rogoffning gapini dalillagandek bo'ldi. Bu odam nima degan? Trump tashqi shundoq tamoyni bijini shundoq qo'ydigan bo'lsa, Amerikaning iqtisodi chekinish yo'li, cho'kish yo'li degan. Shundoq bo'ladi. Shundoq bo'lamdi bu menda. Buni birini demaymiz. Sabab ma odam korxonachada agar shundoqla ziyonli ahvoldagan bo'lsa, siyosatni tangishishi mumkin. 25%, 15% tushirish mumkin, ep tashlash mumkin degandek. Chunki bu odamninki bergan va'dasi va Amerikani texmo buyuk qilaman deb. Amerikani texmo buyuk qilish uchun uning fuqarolarining turmushini amin topqizish kerak. Iqtisodiy jihatda ozodroq yashashga yo'l qo'yish kerak. Bu zarlik chekimlikni chekadigan odamlarning sonini azaytish emas. Shunga oldimizda ish qilib Amerikaning siyosiy iqtisodiy ahvolida bir xil jiddiychilik paydo bo'lish mumkinchiligi bor. Bu xil inoqlik aksiya bozoriga ta'sir ko'rsatadi, iqtisodga ta'sir ko'rsatadi. Hatto kishilarningki bir-biri bilan tutgan muomalasi jamiyatdagi kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi bu xil ishlar. Xalqaro savdo sistemasi asosan 2. Dünya urushidan keyin Amerikaning puli dunyoninki zapas puli, dunyoning puli deb qaraldi odatda. Tashqi savdolar, muhim tovarlarni oltin, kumush sotib olgan vaqtda, ochliq sotib olgan vaqtda yoki neft sotib olgan vaqtda davlatlar oltin, shu dollarni sotilish orqali sotib oladi. Ya'ni u dollarning qiymati boshqa pullarga o'xshash pek o'zgarib ketmaydi, nisbatan turaqliq, nisbatan ishonchli. Bu pulning 3 funksiyasining bir muhim xususiyati. Ya'ni almashtirishning vositasi shunday. Qimmatning saqlanish shakli degan shu. Qimmatning saqlanish shakli degan, masalan siz uyingizga go'sht akilib, go'shtni bahos o'sgan sotaman desangiz, uni uzun saqlasangiz sesib qolgan ish chiqadi, uning qiymati yo'qolib ketadi. Lekin Amerika dollarini saqlasangiz, uning setilish kuchida o'zgarish bo'lmaydi. Anarkin hisobotning birligi deydigan gaplar bor, u bak muhim emas. Xalqaro savdoda shu 2. Dunyo urushidan keyin tiklangan xalqaro savdoda dunyoning savdosi Amerika dollarini asos qilib, Amerikaningki tashqi savdosini asos qilibroq aylangan. Dunyoda 200 dan ortiq davlat bor. 200 dan ortiq davlatning ichida men hozir o'tirib davatgan Kanada, Xitoy, Meksikadan iborat 3 davlatning Amerikaga sotadigan bo'lib, Amerikaga kelgan butun malning 3dan birini egallaydi. Qolgan
200 dövlət, 200 dövlətlər. Ular həmmisi ən yaxşı məhsulların, ən yaxşı nərsini təşkil berib payda qılmızda Amerika satıdı. Bunun içinde Avrupa dövlətləri Amerikaya çıxıraq mal satır ekan. Bu çam bununla mən arası. Avropalıqlar sizlər bizdən çıxıraq mal alışan kerak. İkimizдің soğudusda yanılan tamponsuzluq var. Biz nə edib sizlərdən 40 milyonlarını alımız. Sizlər nə edib bizim az mal alısızlar. Adətdə onda digil bulmaydı o adamlar bilan bo'lgan munosabat so'zsiz qilgan vaqtda siz berib bir oshpazning oshxonasiga kirib ikki taqsillarni yapilib siz o'zingiz gazda po'choq sotgan bo'lsangiz oshxonadan ikki qo'yib mana sizning ikki taqsil tamoqni yedim buningga 50 so'm to'ldim sen nima deb mendan aram 50 so'mlik tamoqni yesam 5 so'mlik gazda po'choq olasan degan digil bo'lmaydi da lekin bu odam da'vat edi men shunga qarab turib Amerika'nın işleri, dünyanın işleri de bir tas kılıç buludu, handek turdu demekçimek boş. Bu taşkı sodada, şimdi halkara sodada adada devletler bir-biriga ta'sir ko'rsatish uchun shunda bir necha xil narsalarni qo'llandi. Birinchisi sirtdan keladigan mallarga nisbatan miqdorini belgilab qo'ydi. Uni inglizda kvota deb qo'ydi. Masalan, ma'lum bir davlatning ma'lum bir melini sotib olmoqchi bo'lsa, yoki kun taxtasini yoki elektronlik mashinani sotib olmoqchi bo'lsa, bir yilning ichida 10 mingdan ortiq mashina akirmaymiz, 100 mingdan ortiq mashina akirmaymiz deb. O tarafdan bir to'sida buni trade barrier deb qo'yamiz. Savdo qashasi, to'saqlari deb qo'yamiz. Yana birisi tarif. Tarif deganimiz shu Amerikadan chegarasiga kirgan mallarni ildigan baj va bajni oshirish orqali qarshi tarafdan belini qimmat qilish orqali bu davlatning ichidagi o'xshash xususiyatdagi tovarlarni ishlab chiqaradigan shirkatlarga nisbatan shularni ishlab chiqarishiga bo'shliq imkoniyat yaratish. Trumpning birinchi qatimda prezident tushgan vaqtda so'zlagan so'zi shu. Mana biz yer sharish deb shu Amerikaningki nurg'un sanoatlarini, mashina sanoatini u buni boshqa yerga yo'tkilib ketdi. Xitoy ketdi, u yerga ketdi. Xitoy mana bizningki nurg'un xizmatlarimizni yeb ketdi, olib ketdi deb shuna qaqshgan bo'ldi. Mana hozir Amerika'nın kapitalistlarının ve hatta çetelninki pulu var, devletlerinin, kapitalistlarının, Saudi'ninki ben salmam 600 milyar dolar meblağ salmam Amerika'ya dedi. Yani Alibaba'nı kollagan, Yahoo'nu destek kollagan, Japonyalik, Kore'li, bir bankının, Softbank degan bankının başlıkta bu adam var. Amerika'ya meblağ salmam dedi, deganga o'xshash. Shunday bo'lsa Amerika'da ishlab chiqarishninki ilgari surilishiga paylik sharoit yaratmamdi qaraymiz. Chunki o tamojni beji har ikki tarafdan Kanada, Meksika, Amerika tarafdagi shu sohalardagi sanoatga nisbatan biroz foydasiz ahvolni keltirib chiqardi. Bu Meksikada nurg'un mashinasozlik hali taraqqi yuksalib yaqin yillardan buyon Meksikadan kiradigan mashina zapchastlarga shunday ig'ir baj qo'yib qolsa, ularning mallari qimmat bo'lib ketib qolsa, ammo soat nurg'un odamlar, asosli bozor Amerika. Nurg'un odam 1 milliondan ortiq odam ishlaydigan to'q ishsiz qolgan gap. Ishsiz qolgan odamlar ishsiz qolsa, ishsizlarning soni oshib ketsa, ularning qo'lida pul bo'lmasa, iqtisodda pul bo'lmasa, ya'ni hajlaydigan pul bo'lmasa, nima bo'ladi? Iqtisod cho'kadi. Mana Meksika'nın iqtisodi cho'ksa, Kanada'nın iqtisodi cho'ksa, o'xshash ahvolda. Amerika'nın mallarını azaldı degan gap. Bu chaqda Amerika'nın iqtisodi cho'kishga qarab maqdi degan gap. Biz zanjirsman munosabat. Mana hammasi yer sharilish degan shu yer sharilish degan odamlarning, mahsulotlarning, texnikaning, kapitalning yo'tkilishi, erkirak yo'tkilishi. Endi bu savdo tamojni bejini shunday qilib qo'ygandan keyin mana to'saq qashaq qilgandan keyin bir tarafdan enerji tarafdan malning kelishi ters tushadi degan gap. Buningki endi oldimizda mal bahasining o'rilishidan buna apton bo'lgan munosabatlik, yemak-ichmak munosabatlik tovarlarningki mal bahasining o'rilishini kutishga bo'ladi. Buning natijasi nima bo'ladi? Bir narsa iqtisod degan bir narsa azam bo'lgan vaqtda, talab oshgan vaqtda, iste'mol bo'lgan vaqtda iqtisod ko'lindi. Zavodlar mengib tursa, masalan, Navoiyda
Navay nanını, tatlı nanını yıkıp dursa, haklı yiyip dursa, o nanını yıkıp dursa, birini işkine töt kıysa, tötünü 16 kıysa, şagirtler bilse, o çoğun bayına kötü kısık vaktin içinde. Eğer navay nanını yaksa, onu haklı yemese, nemiş yok? Nemiş demeydi? Yegisi var lekin pulu yok. Navay nanını kıysa da işlep atkan töt şagirtinin üçün eydi ütüp kaladı yani. Şuna göre neyim buldu dese, navayның keyfiyatı töven buldu, sodası akmaydı, şuna göre belki takip etişim mümkün. Navayçılık yıkandım, tamçılık yıkandım yoki plan bir boğunum yaxşı yoki turbun oңşaydı adam boğunum yaxşı ekan dep taşlab etiş mümkün. Andan keyin xalqaro savdoga munosabatli yana bir narsa bor, subsidiya deb qo'ydi. To'liqlama bergan ishlar bor. Ya'ni davlatlar o'zining ma'lum sanoatini Xitoy bak qiladigan, o'zining ma'lum sanoatini qo'llash yuzasidan shu sohadagi masalan to'qliq avtomobil deymiz o. To'qliq avtomobillarni ishlab chiqarish narxining tuvan bo'lishi uchun ular sen manda mashina ishlab chiqarsang, sana manda pul bermaymiz deydi. Shunalar ular o mashina jiq ishlab chiqardi. Hukumatdan to'liqlama pul olamiz deb. Mayli bozorda setish satamasdan qat'iy nazar. Shu Xitoyning nurg'un to'qliq avtomobillar besilib qolgan. Baydenning vaqtida Yevropa bilan Amerikaning o'rtasidagi siyosiy munosabat normallashgan yaxshi bo'lgandi. Mana endi o'sha xil qo'shni davlatlarga ittifoqdoshlarning mollariga boj qo'yish orqali Trump bularni Xitoyning qo'yniga yetib qilish mumkin. Bir foydasiz ahvol o'sha bo'lishi mumkin. Demokratiyaga nisbatan demokrat erkinlikka nisbatan bu toza yaxshi bo'lmasligi mumkin. Lekin bu Trump yana deydi, agar men boj qo'ysam, sen qo'ysang, men yana qo'yman deydi. Xitoyga ashuna deb turib birinchi qitimda g'alib qozongan. Bu qitimmi 11% boj qo'ysa, ikki davlatning o'rtasida Kanada qo'ydi. Meksika ati qo'yman deydi. Balki tadbirlarni olamiz, balki ba'zi mallar qo'yish mumkin. Lekin Xitoy hozirgacha javob bildirmadi yana. Hamkorlashaylik deb. Sening ma'milingga boj olman degan gapni qilmadi. Ammo Savdo ministrligi deydiki, biz seni Dünya Savdo Tashkilotiga berib az qilamiz deydi. Xitoy degan o'z Dünya Savdo Tashkilotining nurg'un qoida nizomlariga xiloflik qilgan davlat shuni deb turib Amerikaning ishini olib borib Dünya Savdo Tashkilotiga az qilamiz deydi. Lekin Dünya Savdo Tashkiloti yana Amerikaning qo'lida bo'lgandan keyin balkim jiq narsalar bo'lmaydi. Faqat tashviqotda azroq surkulishlar yo yaxshi bo'lmagan gaplar chiqishi mumkin. Xo'sh, endi o'tib ketdim gapni kripto bozorga olib boray. Shifrli pul bozorida mush kunlar taxminan 1 trillion yaqin pul uchib ketdi. Buning sabablari nima? Shuna sabablar. Mana. Ya'ni nima desa, birinchisi o'zinglar ko'rdinglar. Men pul ma'lumot mablag' silish degan kitobimda yozgan. Bitcoinning kelib chiqish tarixi deganda. Qanday tarixiy sharoit kelib chiqqan, u nima? Bunun bahsi yani ösemde qandaq degende gaplarni men shu joyda yozgan. Bitcoin shifrli pullarning otisi. Ya'ni insoniyatning tunjisi odam ata degan o'xshash. Bu shifrli pulning tunjisi Bitcoin. Bitcoinning bahsi ko'tarilishi bo'lgan vaqtda umumyuzlik shifrli pullarda ko'tarilish bo'ladi. Boshqa coinlarda altcoin deb qo'ydi. Boshqa coinlarmi ko'tarilish bo'ladi. Hozir qarasanglar Bitcoinda 2 kundan buyon $10,000 tushib ketdi. 90 necha tushib qoldi bu. Buningdagi sabab nima desam, odatda 100 ming bir palla 100 mingni oshgandan keyin atovarak bahada aqalli 40 mingda 50 mingda aqalli setdi vallahi ajab amtim keldi deb setdi-ku. Onun ustiga Bitcoinni ba'zi mablag' shirkatlar jiqlab elib olgan. Bular optan foydani ko'rib olgandan keyin shabada tashladi buni. Bozorga tashladi. Ya'ni bir qatorliq chap-chap bozor bo'lgandan keyin Bitcoin jiqilib qoldi, yetarli paydo bo'lgandan keyin shunday ko'p miqdorda chiqarib aytgan kun ba'zi to'vallaydi. To'vallagandan keyin yana bir qismini aql turdi, ko'tardi. Demak, bu volatility deb qo'yamiz bozordagi anaqa tavrinish bu. Şu Bitcoin'in 90 mingning tegiga tushib qilishi mumkin. Ya'ni ma'lum mazgildan keyin 100 mingdan ishishi mumkin, 120 mingga chiqishi mumkin. Buni ahvolingga qarab bir ish qilsanglar bo'ladi. Shu Bitcoinning bahsi tushib ketdi, boshqa shifrli pullar tushib ketdi. Kishilar mana bojni qo'ygandan keyin hamda bundan keyin iqtisodni ayniqsilab qarab ketyapti deb
Məbləğ sağçılar inaqsız ahvaldan uncertainty dep qoydu, bundan çöküydü. Xuddi insonlarning kishilar munosabatda ko'z ko'rgan, o'zi bilgan odamlarga, yo dadam ko'rgan odam, onam ko'rgan degan odamlarga ishinib yaqinchilik qilgan o'xshash. Bazami shu. Ya'ni o'zi ishongan, o'zi tushungan baza yoki ahvolga nisbatan umidliroq, yaxshiroq muomala qildi. Agar tushunmas, bilmasa, odamlarning 60 odamlarga yaqin kelmaganda yoki shu belli qaraganda, bularning baza naynıqlıqqa qaramagan vaqtda o'zini tatidi. Şu nurg'un odamlar setib chiqayotgan gap. Ahvol. Ana yana birisi aql paras. Tarif, ya'ni tamovjni bejining ta'sirida mal bahsi o'sib ketadi. Unda olganda o'sim kesilmaydi. Pul pahalg'ashidi, o'sim yuqori turdi. Baza noaniqsizlik qarapmag'di. Bunday ahvolda Bitcoinlar deganlar nisbatan digital asset deb qo'ydi. Sıfırlık mülk deb qo'ydi buni. Ya'ni sıfırlık raqamlik oltin deb qo'ydi buni. Ba'zi kishilar. Buni xatarlik ko'rib, bu sıfırlık oltindan rasmiy oltin o'chiradi. Yaqinda men oltinning bahsidan ko'tarilayotganini ko'rayotgansizlar. Bu mablag' soqchilarning kallasidagi ish. Ular hozirning o'zida turib, at o'gin kelgusining bo'ldi, shuni qarab qarar chiqargan gap. Ham undan silt yana Yevropadagi ba'zi davlatlar shifrli pul bozoriga diqqat qilyotdi. Ya'ni bularni regulate qilaylik deb o'ylashyotdi. Ya'ni qonunning ostiga olaylik, bular qashatsiz aylik, aldamchilik qilib qolmasin deb. Chunki ba'zi ko'yinlardan chiqadiqda ba'zilar oldiganlimi bo'ldi emasmi? Ajoyib buyuk va'dani berib oldigan bo'ldi. Masalan, OneCoin, LunaCoin deganlar shunaqa bo'ldi. Bu haqning qantari. Ochko'zlik ham ba'zi odamlar adam deganda umid orzu bo'ladi, lekin cho'nglarning gibi bor. Az yeymi degan ko'p yeydi, ko'p yeymi degan serh nijosat yeydi, deydigan gap bor. Shunga men izchil deb kelayotgan ta'kidlaydig'ini, shaxsan o'zim shu tadbir bilan ma'lum. Shifrliq pul bozoriga tavakkalchilik qilishga bo'lmaydi. Karl Marx bundan taxminan 2 asr ilgari paychiga bosirni qonunli qilma, ya'ni qilmani qonunlashtirish deb ashuna atagan 2 asr ilgari. Hozir ma shifrli pulga nisbatan Warren Buffett mo quruq, ya'ni hatto Donald Trump 10 yil burun aldamchilik degan. Ularning qarshi o'zgaradi. Nimishqa buningda haq buning ishini pul qajlayotdi, uning bahsi ko'tarilayotdi. O'zlari elayotdi bular. Ajoyib bir davr. Ba'zi kishilarning kallasi ozgan, ba'zilar qaymoqqan, ba'zilar tushning ichiga kirib qolgan. Shunga o'tgan qadimliq deganimdek, hayotda saqlanish kerak degandek, bozorning ishlari ham salqin muomala qilaydi. Atimi o'g'illikimi aksiya bozorida cho'kish bo'lishi ehtimoli nihoyat yuqori. Coin bozorida, ya'ni kripto bozorida cho'kish bo'lish mumkinchiligi bor. %100 demayman. Ammo ma'lum mazgildan keyin kishilar bir gap bor bizda. Do'zaxga 3 kunlik ko'nadi odam deganda. Shunga o'xshash tushib riyak ketganda bottom out to'g'ri kelgan vaqtda asta-asta ko'tarildi. Yaqinda shu shifrli pul bozorida Donald Trump saylanishdan oldi keyinida ko'tarilish bo'lib ketdi. Buni chap-chap bozor deymiz. Bullish market deb qo'ydi. Endi ba'zidan foydali bo'ldi, setib oldi shunami? Buni correction deymiz. Setib chiqadi. To'g'rilash deymiz. Ba'zidan foydali bo'ldi. Andan asta-asta tushdi. Chiqqanlar tushdi, tushganlar chiqdi. Ba'zisi tushib ketsa yo'qolib ketdi. Shunga tushsin yo'qolib ketmasin. Kishilarimiz ziyon tortmanglar, foydalaninglar. Savarchan bo'linglar. O'zingni yo'q deb qo'ymanglar, ziyon tortsanglar, chunki loss aversion deydigan bir gap bor. Daniel Kahneman Nobel iqtisod mukofoti berishgan, harkas shunasi hisob shunasi. Odamlar foyda qaragan vaqtda ziyondan saskinadi. Loss aversion deganimiz ziyondan saskinish psixikasi. Ma'lum bir ishni qilib $200 foyda oldingiz. Qo'shaloq darajangiz 1 bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir ishni qilib $200 ziyon tortsangiz, xafalık darajangiz
o нәрсе, анадан o нәрсе yuqurida, әдден зияда ішчі зат chiqildi degan gap. Ko'pincha odamlar shunday. Xo'sh, unda bo'lsa, gap so'zlar mo'shinchilik bo'lsin. Rahmat. Endi xulosalandi kripto bozoriga cho'kish mana shunday bo'ldi. Buningda bitcoinlardan foydalanamiz. Endi hozircha yuqori mushu deganlar jiq setvatdi, bas tushib ketdi. Bitcoinning basini tuvanishiga qarab, boshqa bitcoinlardan tushishi oldi odamlar palaq setib boshqasiga manga demdi bular. Ya zaimga ya oltinga mangdi. Endi nayliqlik yurgizib nim qilgan vaqtda bular oltinni, kumushni, metallni hukumat Amerikaning zaimini, g'azini zaimini nima deb qaraydi desa, naytib qo'nish mudofaa qilgan qalqon deb qaraydi. Qalqon mulklar deb qaraydi. Bunga yugurdi. Ana yana birisi davlatlarningki, yana birisi shu pul paxalığı ish ketadi, o'sim tushmaydi deydigan qarashning andisida. Uchinchisi ma tamoyni bejidan yuqori ko'tarilishi tufaylidan hamda iqtisodiy cho'kish yo'lida deydi. Mal basi ko'tariladi, talab azaydi. Şirketlarning sodasida sunish bo'ladi. Bu paychaklarni tushiradi deb qaraladi. Undan keyin yana birisi davlatlar shifrli pul bozoriga nisbatan diqqat qilyotdi. Ya'ni bularni boshqurimiz deyapti. Ma'lum bir narsaga boshqurimiz deganda uning harakati ostlaydi yoki bo'lmasa qilib qilamiz deganda uzun o'ylagan vaqtda qilib qilish yaxshi ish, ammo shu vaqtning o'zida uning ta'siri adverse, ya'ni salbiy bo'ladi. Cheklab qo'yadi degan. Shu mushunday ishlar asosan sabablar mushunday deb tushunsak, menimcha nisbatan yaxshiroq tushungan bo'lamiz. Rahmat sizlarga.